Said otalik madrasasi 16-asrda qurilishi boshlangan. Asli Mang'itlar sulolasidan bo'lgan o'zbeklar hukmronligi davrida, Amir Haydar davrida, Amir Haydarning qaynotasi Said otalik topshirig'i bilan Amir Mamad Buxoriy tomonidan bunyod etilgan. Bu madrasa Buxorodagi bir arab madrasasi uslubida qurilgan Surxondaryodagi yagona madrasa hisoblanadi. Madrasada 114 ta hujra mavjud bo'lib, bu Qur'oni Karimdagi 114 ta sura bilan taqqoslasak bo'ladi. Madrasa O'rta Osiyo me'morchilik tarixiga uyg'un bir shaklda qurilgan va bu madrasada asosan diniy ta'lim berilgan. Madrasa shunisi bilan ahamiyatliki, madrasa Shayx Alovuddin Attor Vali hazratlariga atab qurilgan. Shayx Alovuddin Attor Vali Bahovuddin Naqshbandiyning kuyovlari hisoblanadi va Naqshbandiy tariqatining 17-piri hisoblanadi. Aynan mana shu nuqtai nazardan butun dunyo Naqshbandiy tariqat vakillari tomonidan juda qiziqish bilan o'rganiladi va e'tibor beriladi. Xususan o'tgan yillar davomida Turkiya Respublikasidan kelgan Naqshbandiy tariqat vakili fotograf Orxan Durgut tomonidan yurtimizdagi Naqshbandiy tariqati vakillariga oid bo'lgan bir qator ma'lumotlar olib ketildi va Naqshbandiylik silsilasiga oid bo'lgan kitob Turkiya Respublikasida nashr qilindi. Madrasa 19-asr boshlarigacha o'z faoliyatini olib borgan. Madrasada bir vaqtning o'zida 400 ta tolibi ilm tahsil olgan. Bu tolibi ilmlarga 33 ta mudarris ta'lim bergan. Bu madrasani ramziy davomi sifatida Denov tumanida tashkil qilingan Denov tadbirkorlik va pedagogika institutini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu madrasa Surxondaryo viloyatida tashkil qilingan Chag'anyon Tarixiy davlat muzey qo'riqxonasi tarkibiga olingan va UNESCO madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan.